aynan shu amaliyotdan so'ng amerikalik komik aktyor Jim Carrey, adashmadingiz, hamma taniydigan aktyor haqida gapiryapman. Jim Carrey 30 million dollar daromadga chiqadi. Bu qanaqa amaliyot deb qiziqayotgan bo'lsangiz, albatta sizga beraman. Jim Carrey 1990-yilda bu amaliyotni bajaradi. Ya'ni u o'ziga chek qog'ozi yozadi. Sana belgilanadi, shukronalik keltiradigan kun sanasi 95-yil deb belgilanadi. Jim Carrey o'zi tushuntirganidek, gap pulda emas edi. U o'ziga chek qog'ozi yozganda shunday deb yozgan edi: aktyorlik xizmatlari uchun deb o'ziga 10 million dollarlik chek yozgan edi. Buni sizlarga hozir video orqali tushuntirib beraman. Va natijada 95-yil, ya'ni oldindan yozilgan chek bu. Jim Carrey 90-yilda o'ziga chek yozyapti, 10 million dollarlik chek, ya'ni o'zini aktyorlik xizmatlari uchun berilgan mukofot tariqasida yozilgan chek qog'ozi edi. Va qarabsizki, 94-yilda Jim Carrey The Mask, ya'ni maska roli uchun 800 ming dollar mukofot puli oladi. 94-yilda esa yana yangi bir roli uchun 7 million dollar oladi. 95-yilda esa yana bir yangi roli uchun 20 million dollar mukofot puli oladi. Qarabsizki, 90-yilda yozilgan chek 95-sanada qabul qilinadigan sanasi 95-sana deb ko'rsatilgan va o'sha 95-yilgacha Jim Carrey 10 million so'm emas, 30 million so'm sof daromad qiladi. Va bu amaliyotni sizlarga to'liq bermoqchiman. Buning uchun bizlarga xohlasangiz mana bunaqa oppoq qog'oz, agar imkoniyatingiz bo'lmasa, oddiy mana shunaqa daftar qog'ozi ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, kompyuterda pechat qilib olsangiz ham bo'ladi. Sharoitingizga qarab, hammasi ishlaydi. Borliq Serobgarlik banki deb yozasiz va bu yerga sana, qabul qiladigan sanangizni yozasiz. Men 25-sentyabr 2024-yil deb yozdim. Bu yerga esa qabul qiluvchi o'zingizni ism, familiyangiz, otchestvangizni yozasiz. Bu yerga esa summa, qancha summa? 300 million so'm deb yozdim. Maqsad, vazifa deb yozasiz. Ya'ni sizga nima uchun berilyapti bu chek? Qaysi xizmatlaringiz uchun? Men bu yerda onlayn do'konimning 1 oylik daromadi deb yozdim. Ya'ni niyat qildim 2024-yil 25-sentyabrda meni 1 oylik daromadim, onlayn do'konimdan oladigan sof 1 oylik daromadim 3 million so'm bo'lishini. Tushuntira oldimmi? Ya'ni Borliq Serobgarlik banki sizga aynan mana shu xizmatingiz uchun, onlayn do'koningizdagi faoliyatingiz uchun sizga 1 oylik sof daromad sifatida 300 million so'm pul yuboryapti. Va buni ikkinchi tarafiga minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Borliq menga bu imkoniyatni yaratib berayotganligidan va hayotimda sodir bo'layotganligidan juda ham baxtliman va minnatdorman deb o'z podpisingizni qo'yasiz, ya'ni shaxsiy imzoyingizni qo'yasiz. Amaliyot yakunlandi azizlarim. Bu chek qog'ozini hech kim ko'rmaydigan joyga qo'yasiz. Men o'zimni bloknotimni yoki kundalik yuritadigan daftarimni ichiga qo'yib qo'yaman. Toki o'sha maqsadimga erishgunimga qadar. Buni xohlagan maqsadingizga qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, mashina olishingiz uchun, qaysidir xizmatingiz uchun o'zingizga Borliq Serobgarlik bankidan pul cheki yozib olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga sizni vazifangiz yozilishi kerak. Ya'ni Jim Carrey esingizda bo'lsa, o'zini aktyorlik xizmatlari uchun deb yozgan edi. Aktyorlik xizmatlari uchun deb yozilgan edi. Bu yerga esa 10 million so'm deb yozilgan edi. Bu yerga Jim Carreyning o'zini ism, familiyasi, bu yerga esa 90-yilda yozgan u chekni, u bu yerga 95-yil deb yil qo'yadi. Siz ham xohlagan yilingizni yozishingiz va xohlagan eng katta orzuyingizni yozishingiz mumkin. Bundan ham ko'p amaliyotlarimiz bizni Telegram kanalimizda, Telegram kanalimizning linkini opisaniyadan topishingiz mumkin.